Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol hozirgi kunda odamlar ichida ko'payib borayotgan narsalardan biri. Ayollar o'rtasida Qur'on musobaqalari uyushtirilyapti-da. Bu faqat ayollar o'rtasida bo'lmaydi-da, balki Qur'on musobaqalarida har bir ayolni o'rtaga chiqarib qo'yib, uni erkaklar ham go'yoki ovoz berish uchun eshitib turishadi. Va keyin uni masalan yozib olib internetlarga tarqatilishadi. Mana shunaqangi ishlar. Bu ish Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida mutlaqo bo'lmagan narsa. Aslida Qur'on musobaqalari qilish hukmida ham ulamolar o'rtasida ixtiloflar bor. Ba'zilar bunga hattoki man qilganlar ham bo'lgan. Qur'on musobaqalarini ham hattoki. Lekin aslida to'g'ri so'z shuki, Qur'on musobaqalari man qilinmaydi erkaklar o'rtasida yoki ayollar ham o'zlarining o'rtasida. Chunki bunda Allohning kitobini yodlashga yoki boshqaga targ'ib bor. Shu uchun ijozat beriladi. Undagi ba'zi yomonliklar buni oldin kelayotgan foydalar oldida aslida kechiriladi deb umid qilinadi. Lekin mana bu surat hozir savolda aytilayotgan ayolni o'rtaga olib chiqib qo'yib o'qitishadi. Haliga ayol qo'ldan kelgancha ovozini chiroyli qilib qiroat qiladi. Keyin uni oldida mana erkaklar haliga yaxshi o'qiding qilib eshitib o'tirib baho berishadi. Ana bu narsa mutlaqo nojoiz narsa. Chunki Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ayollaridan savol so'rashda qanaqa savol so'rashlik kerakligini, mana Rasulullohning ayollari hozir ilm manbasi, odamlar so'rash kerak, muhtoj odamlar. Shuni savol so'rashda fayda saltumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Agar ummahatul mu'mininlardan bir narsa so'rasanglar, pardani ortida turgan holda so'ranglar degan. U o'rtaga sahnaga chiqarib qo'yib so'ranglar demagan, din ilmini o'rganish uchun ham. Hali bu Qur'onning tajvidi boshqasi nima? Din ilmini, Rasulullohdan olingan ilmni. Ana shuni so'ramoqchi bo'lsanglar, pardani orqasida turib so'ranglar. Onalarimiz pardani orqasida turgan, sahobalar bu tashqarisida turgan. Mana shunaqa qilib so'ranglar degan. Bu eng toza ayollar bu ummahatul mu'minin va sahobalar eng toza insonlar. Shularga shunaqa degan. Bu hozir ochiqchasiga ayolni oldiga olib chiqib qo'yib, uni aksarida gohida bir yuzi ham yopilmagan. Keyin ayol kishi qo'ldan kelgancha yuqorida aytganimizdek ovozini chiroyli qilib Qur'on o'qiydi. Alloh taolo oyatda aytganki, "Fala taqda'na bil qawl fayatma allazi fi qalbihi marad." Gapirganda hattoki Qur'on emas, oddiy gapirganda ovozlaringni ingishi qilib gapirmanglar. Ichida marazi borlar tamaq qilib qoladi degan. Qur'on o'qiyotganda iloji yo'q, ayol shu baho bersin menga deb u yerda musobaqaga chiqib olgan ayol qo'ldan kelgancha ovozini yumshatadi. Qiroat borki o'zi chiroyli chiqadi. Ya'ni bu erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, shu ovozini yumshatib qiroat qilishga haris bo'ladi. Endi bu odamlarning oldiga chiqqandan keyin mana shu ma'no Qur'onni o'qiganda ham topilib qolinadi. Bu gunoh ustiga gunoh qilish deyiladi. Chunki oddiy bir ayolni masalan ovoziga inson chalg'ishligi Qur'on o'qiyotgan ayolni ovoziga chalg'ishligichalik emas. U birinchisi yengilroq, ikkinchisi og'irroq. Chunki bu Qur'on o'qish jarayonida ma'siyat sodir qilish deyiladi. Bir odam Qur'on o'qiyapti, bu odam ma'siyat sodir qilyapti. Buni hukmi og'irroq bo'ladi. Bu oddiy eshitgan ayolning ovozini eshitib fitnalangandan ko'ra og'irroq bo'ladi. Shuning uchun ham Imom Ahmad ayol namoz o'qiganda ovozini chiqarib kechqurunlari hattoki nafl namozlarda ham masalan asl ijozat bor, lekin ovozini chiqarib o'qishligi makruh degan. Nima uchun kechqurunlari? Chunki kechqurun hamma joy tinch bo'ladi, haragini ovozi tashqariga eshitilib qolinadi degan. Ovoz qiroat qilganda ayolning ovozi yumshab, mana bu fitnalanishligiga sabab bo'ladi degan. Va boshqa bir so'zlarida yahrumut talazzuz bi sama'ihi sawtul mar'a walau bi qira'a. Imom Ahmad aytganlar. Ayolni ovozini agar Qur'on o'qiyotganda bo'lsa ham eshitib rohatlanish harom bo'ladi degan. Aslida ayolning ovozi tabiiy ovozi harom emas, lekin ayolning ovozidan eshitib lazzatlanish degan. Agar Qur'on o'qiyotgan bo'lsa ham harom bo'ladi degan. Ha bu boshini chayqab o'tiradi, uni eshitayotganlar chiroyli o'qidi deb. Shuning uchun buni ortidan kelayotgan foydasi endi buncha zarar turganda u foyda deyilmaydi. Shuning uchun ham xayrul hadi Muhammad, yo'llarning eng yaxshisi Muhammad alayhisolamning yo'li deb bekorga aytilmagan. Har xutbada Rasululloh shu gapni takrorlaganlar. Rasululloh ham shu Qur'onni ta'lim berishga haris edi, lekin bu darajada unaqa qilib musobaqalarda ayollar ishtirokda etkizib, ularni sahnaga chiqarib yoki ovozlarini chiroyli qilib eshittirib yoki ularni videoga olib internetga tarqatib bunaqa ishlarni qilinmas edi. Chunki hattoki mana eng kuchli ibodat namoz.
namoz haqida Alloh taolo shunday bir ahkomlarni tushirgan bo'lsa, namozni o'qimagan insonni hattoki dindan chiqqan degan darajada bo'lsa, va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozda ayollarni orqada turishiga buyurgan bo'lsalar, orqada turishligining hikmati shuki, iloji boricha erkaklardan yiroq bo'lsin degan ma'no bo'lsa, aytganlarki, xayru sufufi rijal avvaluha va sharruha axiruha va xayru sufufi nisa axiruha va sharruha avvaluha. Hatto namoz ichida ham aytibdilarki, erkaklarning saflarining eng yaxshisi avvalgisi bo'lsa, eng yomoni oxirgisi bo'lsa, ayollarning saflarining eng yomoni oldingisi deganlar. Eng yaxshisi orqadagisi deganlar. Nima uchun? Chunki hattoki namozni ichida bo'lsa ham iloji boricha ayollarni berkityaptilar. Shuning uchun ham sahobalar aytganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qisak, salom bergandan keyin joylarda turardilar, hammani ushlab turardilar degan. Toki masjiddan chiqib ayollar tarqab olsin, uzoqroqqa ketib olsin. Uzoqroqqa ketsin, tarqalib. Ayollar bilan erkaklar aralashmasin degan ma'no uchun. Ana endi Rasululloh hattoki namozda shu narsalarga mana rioya qilgan bo'lsalar, bunaqa narsalar shuning uchun nojoiz. Keyin ayol zaifa. Yuqorida Qur'onni men aytdim, musobaqasida ba'zi ulamolar man qilganligida shu nazarda tutishganki, o'qiyotgan qoriga i'job kirgizadi bu. I'job degani faxr, g'urur. Hamma unga qarsak cholib, haligi internetlarda qo'yilib, uni o'qigani hammaga ovoza bo'lib, bu g'urur kiradi. Bu yomon narsa. Qur'onni Allohdan boshqaga o'qishlik hadisda kelganidek, odamlar qori deyilishligi uchun o'qiding, senga aytildi jahannamga kir deyiladi. Avval man tusa'ar bihimun nar. Jahannam qizdiriladigan eng avvalgi 3 ta toifani biri ana shu qorilar deyilgan. Allohdan boshqa uchun shunaqa qilib o'qigandan keyin. Endi erkaklarga ham mana shu ma'no borligi uchun ulamolar ba'zilar man qilgan. Bu shunaqa qilib sahnaga chiqarib o'qitish mana shunga olib keladi degan. Xususan yosh bolalarda shunaqa qilsa, yosh bolalarda taqvo boshqa narsa sust bo'ladi. Ular shunaqa qilib qo'yadi degan. Endi ayolda yanada zaifroq bo'ladi shu ma'no. Ayol shunaqa qilib qiroat qilganda hamma unga qarsakchasi o'zini yo'qotib qo'yadi. His tuyg'uga beriluvchan ayollar. Bu narsalar ayollarning haqqida shuning uchun man qilinadi. Bu narsa qosh qo'yaman deb ko'z chiqarish. Qur'onni o'rgataman deb shunaqangi yomonliklarni chiqarish. Bunaqa bid'at yo'li bilan bunaqangi uslublarda Qur'on ta'lim berilmaydi. Shuning uchun shunaqangi ta'lim berilgan Qur'on ta'lim berilgan ayollarki, shunaqangi ta'lim berilgan insonlardan ko'ralik qani, qaysi bir shularni bir dinga bir katta manfaat olib kelgan bir olim ulamo bo'lib yetishib chiqibdi masalan. Umrida oxirigacha qilgan ishi shu bo'lib o'tadi. Odamlarni to'plab hammani ovoziga mahliyo qilish. Bu yomon narsa bu. Qur'onni tushirilgandagi ma'nosini inobatga olmaslik. Alloh taolo oyatda Kitabun anzalnahu ilayk liyadabbaru ayatihi degan. Bu kitobda sizga biz nozil qilgan bo'lsak, uning oyatlarini tadabbur qilish uchun nozil qildik. Odamlarni shunchaki ohangi bilan ovorab o'tirishlik uchun emas, ya'ni. U ikkinchi ma'no, ikkinchi darajalik ma'no deyiladi. Shuning uchun bu narsalarda kim qodir bo'lsa, farzandini yoki ayolini yoki qizini mana shu narsada ishtirok ettirmasin. Qiziqtirish bo'lsa, o'zi qiziqtirsin. Oilaviy sharoitda shunaqangi musobaqa yoki boshqa narsa qilsin va o'shanga bir mukofotlar bersin. Lekin unaqa qilib qiziqtiraman deb uni jarga etaklamaslik kerak. Vallohu alam.